Ustayam odammi degan savollar kelib qoladi-da ba'zida mana usta kelib joyni ko'rib bir ishni ko'ring, so'kil qilgizmoqchimiz deyishdi. Endi ishimiz ko'p, hozirgi sezon, hammani sezoni. Endi mayli deb atayinatdan niyat qilib telefon qilishibdi dedik. Shu kelganman, mana yarim soatdan oshiq vaqt bo'ldi. Men keldim, mana dakasi bo'yicha aka desam, "Ya Farg'onaga ketib qoldim" deydi. Hozir dadam chiqadi aytaman degan, bilmadik endi kutyapmiz. Tezroq chiqinglar iltimos, chaqirgandan keyin. Yana bir tomoni, usta chaqirishdan oldin mana hozir nima internetda hamma fasonni degan ishlarni qo'yib yotibmiz. Bizdan boshqalar ham fason ko'p, har xil ideya ko'p, internetda narxlari bilan qo'yyapti hamma. Shularni ko'rib turib, fasonlarni bittasini yaxshilab oldim. Kenday bilan maslahatlashib, tanlab olib, keyin ustani chaqirsalaring yaxshi ish bo'lardi akalar. Keyin 10 ta usta chaqirmanglar. 2 ta yo 3 ta chaqiringlar, shuni solishtiringlar, bir narx-navosini, qilgan ishlarni borib ko'ringlar. Internet ham hamma yolg'onchi narsalar qo'yib yotibdi. Chaqiring, boring, qilgan ishini ko'ring. Ko'zingiz bilan ishi ma'qul kelgan bo'lsa, akalar 1-2 so'm narxiga, oshiqcha usta haqiga talashmasdan gazini bosing aka. O'shanda maqsadga muvofiq ish bo'lamiz ekan. Biz ham bir yildan keyin bir uyimizni kirib-kirib yuborardik.